Diqqat, ta'ziya. O'zbek xalqiga og'ir judolik. Bugun 5-avgust kuni O'zbekistonda mashhur inson vafot etdi. Oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova bugun 5-avgust kuni vafot etdi. Shoira Sharifa Salimova 1951 yilning 30-dekabr sanasida Toshkent viloyatining Parkent tumanida tug'ilgan edi. Sharifa Salimovaga 1994-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni berilgandi. 2018-yilda Mehnat shuhrati ordeni, 2026-yilning 28-mayida O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri faxriy unvoni berilgan edi.